Assalomu alaykum jigarlar. Sizlar bilan butun planetada yagona bo'lgan svarshik nomer 1 va bizning oldimizga Qashqadaryodan akamiz kelibdilar. Alyumin svarkasini o'rganish uchun. Bilasizlarmi? Qashqadaryoda talantlar ko'p-da. Hozir akamiz galovka svarkalash bo'yicha remont xizmatlarini ishga tushirmoqchi ekan Qashqadaryoda. Agar xizmat kerak bo'lsa, akamiz tug'ma talant ekan, to'g'risi raqamlar, videolar tagida bo'ladi. Bemalol qo'ng'iroq qilib, Qashqadaryoni qaysi joyingizda bo'lsa ham, mana shu ishni qildirmoqchi bo'lsangiz, galovka, paddon, alyumin zapkasini akamiz ko'z yumib svarka qilib beryaptilar, xudo xolisa. Apparatini o'zlari bilan olib kelibdilar. Apparatini hammasini sozlamalarini o'zlari to'g'riladilar. O'zlariga mos qilib, xudo xolisa, xudo nasib svarkasini akamiz boshladilar. 1 soatning ichida hozir akamiz uncha professionaldan zo'r svarka qilyaptilar. Raqamlar video ostida bo'ladi. Akamizning raqamlari bemalol kelib ishinglarni qildirsanglar bo'ladi. Joninglar sog' bo'lsin. Sizlar bilan Qashqadaryolik nomer 1 Argonshik akamiz. Joninglar sog' bo'lsin.